Ko'krak yoshidagi bolalar shamollab, burni bitib qolgan vaqtida nima uchun tozalab turishimiz muhim? Sababi bola burnida yig'ilib qolgan sekretsiyani kattaligiga o'xshab qoqib, tozalab tasholmaydi. Natijada bolani burni bitib yotaveradi, og'izdan nafas olishni boshlaydi. Natijada og'iz bo'shlig'i, halqum, shilliq qavatlarida quruqlashish yuzaga keladi. Bu quruqlashish esa infeksiyani rivojlanishi uchun ajoyib sharoit yaratib beriladi. So'ngra bolada har xil infeksion kasalliklar osongina rivojlanib ketadi. Nega unda burnidan nafas olgan vaqtida unaqa bo'lmasdi? Sababi burun bo'shlig'idagi tuklar, sekresiya ajratuvchi bezlar o'tayotgan havoni namlantirib, ilitib beradi. Qo'shimcha changlardan, infeksiyalardan qisman tozalab ushlab qoladi va pastki nafas yo'llariga havoni o'tkazib beradi. Maqsad shu, bolada oddiygina burun bitishdan keyin turli xil infeksion kasalliklar rivojlanib ketishini oldini olish. Buning uchun oddiy natriy xlor va guruchali yoki oddiy aspiratorlardan foydalanamiz va kun davomida bolani burun bo'shlig'ini tozalab turamiz.